Boya aytganimizdek, bolalarda 5 yoshdan oshganda bir oyda 2 martaba undan ko'p siyib qo'yish 3 oy davomida kuzatiladigan bo'lsa, bu aniq tungi enurex kasalligi hisoblanadi. Bunaqa bolalarda uyqusi juda ham qattiq bo'ladi, siyib qo'yganini bilmaydi, ota-onalar shikoyat bilan kelishadi. Uyg'otish juda ham qiyin. Hatto uyg'otgan payti uyg'otib hojatga borib kelganini ertasi kuni umuman eslamasligi ham mumkin. Hattoki ota-onasi bilan urushib ketadi, narsalar otish darajasigacha borishadi. Assalomu alaykum. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizda yoki sizning yaqinlaringizda tungi enurex kasalligi bo'lishi mumkin. Ya'ni tunda uyquda o'zi bilmay holatda siyib qo'yish, ya'ni o'sha siydik bilan, nam bilan hattoki ertalabgacha o'sha namga bo'kib deymizmi, shunaqa qilib yotish holati bo'lishi mumkin. Bunaqa bolalarda uyqusi juda ham qattiq bo'ladi, siyib qo'yganini bilmaydi, hattoki ota-onasi uyg'otmaydigan bo'lsa, o'sha nami bilan ertalabgacha shu bilan yotishi mumkin. Bularda hattoki mana bizga ko'proq ota-onalar shikoyat bilan kelishadi. Uyg'otish juda ham qiyin. Hatto uyg'otgan payti uyg'otib hojatga borib kelganini ertasi kuni umuman eslamasligi ham mumkin. Men siyib qo'ymadim-ku dedi. Lekin uni ota-onasi hattoki 2 martalab, 3 martalab uyg'otib hojatga olib siydirgan bo'lishi mumkin. Endi ko'pchiliklar aytadi, mana bu o'zimiz tajribamizdan aytamiz, hattoki ota-onasi bilan urushib ketadi, narsalar otish darajasigacha borishadi. Ayrim ota-onalar shundan qo'rqqanidan uyg'otishni ham biz to'xtatib qo'ydik, chunki yosh katta bo'lib qoldi. Katta bolalar, katta qizlar, 20 yosh, 25 yosh, aynan turmush qurish yoshidagi bolalarda, yigitlarda, qizlarda ham buni uchrashi juda ham ko'p bo'lmoqda. Endi ko'pchilik mana o'qish yoshiga kiradi, yotoqli o'qishlar bor hozirgi payt har xil. O'shalardan bular cheklanish holati yuzaga keladi. Birovnikiga mehmonga borishdan uyalish, ya'ni siyib qo'ysa, birov bilib qolsa, yana bu ham o'zimizda endi har xil gap so'zlar bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa qiz bolalarda, turmush qurish yoshidagi qiz bolalarda bu narsa juda ham vahimaga olib keladi. Nimaga? Ertaga begona oilaga tushadi. Agar xuddi shu narsa siyib qo'yish u yoqda kuzatiladigan bo'lsa, nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Buni orqasidan juda ham ko'p ajrimlar hozirgi paytda uchramoqda. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, tungi enurex kasalligi bu nima? Bu kasallik qachondan boshlanishi mumkin? Qachondan tashxislanishi mumkin? Qanaqa qilib tez va samarali davolanish mumkinligi haqida men sizga batafsil tushuntirib beraman. Bitta narsani esdan chiqarmang, tungi enurex bedavo kasallik emas. Men Masharif Inoyat 10 yillik tajribaga ega bo'lgan nevropatologman. Tungi enurex kasalligi bo'yicha shu paytgacha 2000 ga yaqin bemorni davolaganman. Tungi enurex kasalligi bu nima? 5 yoshdan oshgan bolalarda tunda o'zi bilmagan holatda siyib qo'yish bu tungi enurex kasalligi deyiladi. Hozirgi paytda tungi enurex kasalligini davolash usullari juda ham ko'p. Dori-darmonlar, har xil tochniy massajlar, igloterapiya, kimlardir gijja tushirish bilan shug'ullanadi aynan bu narsa bo'yicha. Endi bu narsalarning ta'siri har xil. Qaysidir yo'nalishda uzoqroq vaqtda ta'sir ko'rinishi mumkin yoki umuman ta'sir qilmasligi mumkin. Qaysidir usullarda natijaga tezroq erishish mumkin. Ya'ni biz hozir eng yangi texnologiyalar, tibbiyotdagi eng zamonaviy usullardan biri TMS apparati bilan bu kasallikdan tezroq va samarali holatda bemorlarni davolayapmiz. Tungi enurex kasalligi bu qanday kasallik? Boya aytganimizdek, bolalarda 5 yoshdan oshganda bir oyda 2 martaba undan ko'p siyib qo'yish 3 oy davomida kuzatiladigan bo'lsa, bu aniq tungi enurex kasalligi hisoblanadi. Bunda bola juda ham uyqusi qattiq bo'ladi. Siz uyg'otganingizni, uyqusida uyg'otib gaplashganingizni yoki siydirib kelganingizni umuman eslamasligi ham, bilmasligi ham mumkin. Uyqudan uyg'onishi ham juda ham qattiq. Hatto siyib qo'ygandan keyin ham bu ertalabgacha o'sha nami bilan agar tegmaydigan bo'lsangiz, shu namda ham, nam to'shakda ham yotaveradi. Bu aynan enurex kasalligida shunaqa kuzatiladi. Enurex kasalligini vaqtida davolamaydigan bo'lsak, nimalarga olib kelishi mumkin? Birinchi navbatda bu psixologik travma. Ya'ni bolada har doim xavotir, qo'rqinch. Chunki bu biron joyga mehmondorchilikka borishdan qo'rqadi yoki o'sha yotoqli o'qishlarga yoki harbiy xizmat itakdari ko'p shunaqa narsalardan o'zi tiyilgan holatda bo'ladi. Har doim birovlardan o'zini olib qochish, jamiyatga o'zini aralashtira olmaslik kabi, o'zini kamsitish kabi psixologik travmalar orqali bola yashaydi. Ikkinchisi bu
har xil urologik kasalliklar. Bu bo'lishi mumkin o'sha siydik ayirish kasalliklari yoki jinsiy a'zolar kasalliklaridan bo'lishi mumkin. Tushunyapsiz nima demoqchi bo'lganimni? Biz hozir davolayotgan usulimiz bu TMS apparati orqali davolayapmiz. Ya'ni magnit to'lqinlari orqali bosh miyani, aynan o'sha siyishga javob beradigan bosh miyani qismini aktivlashtiramiz va shuni hisobidan siyishni sezish miyada amalga oshadi. Bizning lecheniamiz 4 kursda davom etadi. Ya'ni bir kursi 10 kun, har kurs oralig'i 20 kundan 1 oygacha shu oralikda 4 kurs davom etadi. Bizda shunaqa natijalar borki, hattoki 1-kursdan, 2-kursdan, 3-kursda ham natijani bilib tuzalib ketayotganlar bor. Lekin biz doim ularga aytamiz, albatta 4 kursni olish shart. Chunki biz agar 4 kursni to'liq olmaydigan bo'lsak, kasallikni qaytalanish ehtimoli bor. 1-kursda, 2-kursda xuddi 100% tuzalgandek bo'ladi, lekin oxirigacha olmayotgan bemorlarda qaytalanish uchrayapti. O'shaning uchun doimo 4 kurs olishni biz tavsiya beramiz. Tungi anorez kasalligini xohlagan yoshda davolash mumkin. Bu bo'lishi mumkin 20 yosh, 25 yosh bizga telefon qilishsa, sizlar faqat bolalarni davolaysizlarmi yoki kattalarni? Uni farqi yo'q. 5 yoshdan oshdimi, biz davolashni boshlashimiz kerak. Bizda hattoki eng yosh kattalar 44 yosh, 46 yoshli bemorlarni ham davolaganmiz. Esdan chiqarmang, tungi anorez kasalligi bu bedavo kasallik emas. Aynan biz bu kasallikni qancha erta davolashni boshlaydigan bo'lsak, shuncha samarali va tezroq bu kasallikdan qutulamiz. Masalan, 6 yoshli bemor bilan 20 yoshli bemorni davolash samarasi 2 xil. Vaqti ham 2 xil bo'lishi mumkin hattoki. O'shaning uchun sizda yoki sizning yaqinlaringizda anorez kasalligi bo'ladigan bo'lsa, buni ertaroq to'g'ri joyda va to'g'ri mutaxassisda vaqtida davolating.